أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. 93. ayetning tafsirida sababun nuzulni bayon qilib, "Walamma qala al-yahudu lin-nabiy sallallohu alayhi vasallam innaka tad'i annaka ala millati Ibrahim wa anta ta'kulu luhum al-ibli wa albaniha." Yahudilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga sen o'zingni Ibrohim millatida, Ibrohimning shariati bo'yicha ma'ma deb da'vo qilgansan, lekin to'y go'shini yeb, to'yning sutlarini ichgansan. Albatta Ibrohim buni yemaydi, ichmaydi debdi. فقال صلى الله عليه وسلم: كان ذلك حلالا لإبراهيم فنحن نحله. Bu İbrahim Aleyhisselam'a halaldı. Şuna bizim İbrahim Aleyhisselam'ın milleti bo'lgandikan bizmi halal deb qaraymiz deb javob beribdi. فقالت اليهود إنها لم تزل محرمة في ملة إبراهيم ونوح عليهما السلام نزل تكذيبا لهم. Yahudilar ya bu İbrahim Aleyhisselam'ın diyanetidimi, şeriatida, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatidimi haramdı bu tügünün göşü ve sütlere deb turibdi. Degandikan mush ayat, kullu ta'am degan mush ayat shu Yahudilarning so'zni yolg'onga chiqarib nozil bo'lgan deydi. Kullu ta'ami kana halal li bani Isroil illa ma harrama Isroil ala nafsi. Isroil ya'ni Yaqub alayhisalom. Yaqub alayhisalom o'zi harom qilib olgan narsadan boshqa hamma tamoqlar bani Isroilga halol edi. Undan ilgari Ibrohim alayhisalomga albatta halol edi. Harrama Isroil, Isroil kimda? Yaqub alayhisalom. Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrohim. Bani Isroil andın Yaqubning avlodlari, al-asbat va avladihim. Kullu ta'am tamoqlar hammasi dedi. Ya'ni talash tortish bo'lgan mush yemekliklarning hammasi degandek. Talash tortish bo'lgan, uningdan boshqalari, ashalo yemekliklarning hammasi fa inna minha ma huwa haramun qabla zalika kalmaytati waddam. Tamoqning hammasi desak, buning ichida İbrahim Aleyhisselam'ga şu öz vaqtidimi ayni vaqtda harom bo'lganlar bo'lsin. O'zi o'lib qolgan hayvon, qon va hokazo degandek. Balki cho'shqi shu chaqildimi harom qilgan bo'lishi mumkin. Kana halal li bani Isroil. Bani Isroilga halal edi deydi. Hallan yani halalan ve huwa masdar. Yani hal degan bu tush so'z deydi. Yuqal halal shay'u hallan. Bir narsada halal oldu deb unda halal deymiz. Hallan degani halal deymiz. Yani bu hazır masdar olab. Bazı masdar bilan atıladigan ishim bor, ism bo'lgan. Adl degandek, ha. Wa lidhastawa fi wasfihi al-muzakkar wal muannas. Bu masdar bo'lgan ekan, shu yerda kullu ta'am jamoaning bo'ldigan, unda muzakkar muannas masalasi hammasi bunda ta'sir uchun oydi. O'xshash deydi. Wal wahid wal jama'. Demak mufrad bilan jama', muzakkar bilan muannas o'xshashmish hil deb sifatlaymiz. Mufrad o'smi hillun, jama' o'smi hillun, muannas o'smi hillun, muzakkar o'smi hillun deymiz. Chunki bu masdar. Qala Allohu taala la hunna hillun lahum. Mana hozir muannas jamaga hillun deb ishlatishnaman. İlla ma harrama İsrailu. Faqat lam Yaqub alayhisalom o'ziga harom qilib o'tgan narsalar min qabla an tunazzalat Tavrat. Tavrat nozil bo'lishdan ilgari Yaqub alayhisalom o'ziga harom qilgan narsalar harom edi. Tavrat nozil bo'lgandan keyin har qaysilarning jinoyatlar qilmishlarining tufaylidan, ya'ni boshqa narsalar, qiljiq narsalar harom qilindi. Bu İbrahim alayhisalomning vaqtida yo'q ishlardi bu. İbrahim alayhisalomning vaqtida halol edi. Yaqub alayhisalom o'zi nazr qildi yoki zuhd bilan qildi, bu ba'zi narsalarni yemayman dedi. Shuni harom qilayotgan bo'ldi. Ondan Bani İsrail qavmiga şu Yaqub alayhisalomning qoidasi bo'yicha ashunda harom qilinganlar bormi shu? Yaqub alayhisalom harom qilgan narsa. Undan boshqa yana jiq narsalar bor. Bani İsrail nurg'un jinoyat qilmishlarni chekin oshgan, buni qabiy ishlarni qilganlik uchun ular jazolash uchun Alloh taolo halol narsani harom qilayotgan. Bundan qadar jiq narsa bo'ladi. İlla ma harrama İsrailu ala nafsi min qabla an tunazzalat Tavrat. Tavrat nazil bo'lishdan ilgari, yani Tavratga Musa alayhisalomning vaqti tushdimi? Nada? Undan ilgari Yaqub alayhisalom o'ziga harom qilgan narsalar bor edi. Endi Yaqub alayhisalom nima uchun o'ziga harom qilib o'tgan? Bunda bir necha tafsirlar bor ekan. Birinchisi, Yaqub alayhisalom kasaldi deydi. Kasallar shuni Alloh shifoli qilib qolsa, men mush eng amroq tamoqimni yemayman deb ashuna nazr qildi. Nazr qilgan degan nazrga vojib bo'lmagan narsani ustiga yuklashda iborat bo'lgan ekan. Bu nazrda turib, endi yemabdi ekan. Bu bir.
ikkinchisi kesal vaqtida shu go'sha yo sut degan narsani iste'mol qilib kecha voyjon deb chiqqan ikkinchi yemayman buni deb o'ziga harom qildi qasam qilib aytganga yemayman uchinchisi qattiq ibodat qilganlikdan o'ziga harom taabbudan xuddi hamda dunyoda bu o'zraramanda ta'amlik tamoqni qilmaydigan tariqada zuhdan desak bunda tavarruan hatta sahabildinmi keyingi vaqtlarda tabiildan sahabildin bunda halol obdan yemekni yemaydiganlar bor nima uchun desa qiyomat kuni azhabtum tayyibatkum fil hayatid dunya istamta'tum biha fal yawm endi yo'q tamam deyib qolmasan dunyoda mana obdan tetib yeb ishib huzurlanib qoldinglar deyib qolgan bunda shumsin deb ashunda ensirab yemaydiganlar bor lekin bu halol emas. Qul man harrama zinatallohi allati akhrajaha li'ibadi wat-tayyibat min ar-rizq. Haram emas. Lekin bu tavarruan va zuhdan. Demak, Yaqub alayhisalomni tavarruan va zuhdan yemay deb chiqqan. Jo'ziqlar nazr qilmasa, mayli, lekin nazr qilgan ekan, u nazr turish kerak. Bu anda ashulning shariati, ashulning qoidasi bo'yicha. Lekin bizning shariatimiz kelgan chaqda Alloh taolo bizga shunda rafa'al istirval aghlal allati kanat alayhim shunama bizga yengillikni olib keldi Rasululloh. Bu astubul hanifiyat samha dedi. Davomki kimki bir gunoh ishga qasam qilib, bir gunohni qilaman deb, yo yaxshilikni qilmayman deb qasam qilsa, qasamni buzib kafarat bersin, yaxshilikni qilaversin, yo qilaman degan gunohni qilmasin. Deb mandan. Davomki bu Rasululloh ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallohu lak tabtaghi mardat azwaj wallahu ghafurur rahim. Qad faradallohu lakum tahillata aymanikum. Demak Rasululloh asaliyman deb qasam qilib, shundan kafarat olgan. Ya şu nezrasi qilmasa kafarat qildi shu. Lekin shu qachon kafarat? Kafaratning nada kafarat yemin deb aytdi. Demak endi Yaqub alayhisalom ashunda o'ziga bir narsani harom qilib o'tgan. Ba'zi olimlar yo'q mushaqda Alloh taolo ko'rsatib kelgan, shuni cheklagandir. Demak Yaqub alayhisalom ya ta'abbudan, ya zuhdan, yoki nazran o'ziga shunda cheklab o'tdi ba'zi yemeklikni. Olimlarning ko'p qismi yo'q bu Alloh taolodan bunda bir vahiy kelgan, shu vahiyga asosan undan cheklagan debdi. Ba'zilar yo'q o'zining ijtihodi bilan cheklagan deb oldimizda bor shu oyatimda harrama isroilu ala nafsi degan ekan shu o'zining ijtihodi bilan cheklagandek shuna bir narsa qiladi ala nafsi min qabl an tunazzala at-tawrat wa bit-takhfif makki wa basri tunazzal deganda tunzal deb qiraat qilishadi Makka qariyalari va Basra qariyalari va huwa luhumul ibli va albaniha endi bu Isroil ya'ni Yaqub alayhisalom o'ziga harom qilib o'tgan narsa nima desa tugining go'shtlari bilan sutlari va kana ahabbu at-ta'am ilay Yaqub alayhisalom eng yaxshi ko'radigan amroq tamoq ekan bima'na annal mata'ima kullaha lam tazal halalan li bani Isroila min qabl inzal at-Tawrat. Yani mush oyatning tafsirini bildi olsa, ma'nosi mata'am degan yemekliklar. Yemekliklar hammasi Bani Isroilga Tavrat nozil bo'lishi ilgili halol edi deydi. Tavrat nozil bo'lishdan burun halol edi. Siva ma harrama Isroil alayhi. Faqat lam Yaqub alayhisalom o'ziga harom qilib olganlar harom edi. Undan boshqa ham halol edi. فلما نزلت التوراة على موسى حرم عليهم فيها لحوم الإبل وألبانها لتحريم إسرائيل ذلك على نفسه. Musa alayhisalomga Tavrat nozil bo'lgan chaqda, Yaqub alayhisalom shu narsani, ya'ni tugining go'shti sutini o'ziga harom qilganlik uchun Musa alayhisalomga Tavrat nozil bo'lgandimi, shu tugining go'shti suti harom qilinib Tavrat nozil bo'lgan. Ya'ni Tavratning hukmida shu bor deydi. Bu xuddamda Yaqub alayhisalomning bir sunnatidek. Hozir bizning ko'p qilayotgan ishlarimiz Ibrohim alayhisalomning sunnatiga. Ibrohim alayhisalomningki sunnati bir qulaylik tarafga munda mayildi. Va Yaqub alayhisalomning chin tarafga mayil. Qul fa'tu bit-Tavrati fatluha in kuntum sodiqin. Aytgan ey Muhammad, Tavratni aklanglar. Amsa, fa degansa, amsa unda qo'sa, Tavratni aklanglar qana. Fatluha in kuntum sodiqin. Tavrat aklab o'qinglar shuni. Rasululloh Tavratni o'qib kirib boqmagan. Shu nimani yo'qligini burun o'qib olganlik uchun bildirganda shu. Faqat Alloh bildirsa bildirsin, ammo shunda turug'liq, dadillik bilan nim bo'lsa o'qiyaqana ko'rilamasa deb o'zi qattiq ishonch bilan aytib qolgan diyor. Rasululloh Tavrat burundan nurg'un narsa burmulangan holatda, ba'zi burmulanmagan. Bunda holatda shunning qo'llik Tavratdimi, yo'q u harom emas degan narsa bor.
yoki harom deganga unda bir nima yo'q. Ya'ni Tavratda harom degan bizasi bormi? Yo'q. Umira bi an yuhajjahum bi kitabihim. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashularning kitobi bilan dalilishga buyurildi dedi. Hozir men aytib ilgari Yoqub alayhisalom o'ziga harom qilgan narsa-ki, Musa alayhisalomga Tavrat orqali harom shariat hukm tushgan, shundaymi? Tuguning go'shi musti. Hozir kitobni aytganlar degandan bu Ibrohim alayhisalomga halaldi, Musa alayhisalomga harom qilingan. Sizlar Musa alayhisalomga harom qilgan narsani Ibrohim alayhisalomga harom qildi. Töhmet qo'yibsizlar degan maqsad aytgan demoqchimi? Hozir aytganlar desa, shu Tavratda Ibrohim alayhisalomning shariatida tugushi, tuguning ustida harom degan gap bormi? Yo'q. Keyin Musa alayhisalomga tushgan Tavratda harom qilingan hukmli bor. Umira bi an yuhajjahum bi kitabihim va yubkitahum bima huwa natiqun bihi min anna tahrima ma hurrima alayhim tahrimun hadithun bi sababi zulmihim va baghihim. Demak, ashularning o'zlarining kitoblari bilan dalilishga buyurildi. Aşı özünün kitabında nima desa, bima huwa natiq, nima degan bo'lsa, ashunlar mat qilishga buyurildi. Yub kitahum degan. Özünün kitabı nima degan bo'lsa, shu orqali mat qilishga buyurildi. Min anna tahrima ma hurrima alayhim tahrimun hadith. Demak, onun kitabida nimani bildirgan gap borda, ularga harom qilgan narsa yangidan harom qilingan. Ya'ni Musa alayhisalomga boshlab harom qilingan, shundami? Yoki bak bo'lsa, Yaqub alayhisalom o'ziga harom qilishdan boshlangan, keyin Musa alayhisalom Tavrat tushgan chaqda andın resmi ama Bani İsrail'e haram kılıngan. Demek bu haram kılınış İbrahim Aleyhisselam'ın vakti yoktu. Keyin payda bulup kalgan haram kılış deb bar edi. Şunun bilan mat kılışga buyurildi. Demek bu haramlık payda oldu. Nima bilan desa, bi sababi zulmihim va baghihim. Ularninki zulm qilganliklari, tajovuz qilganliklari, jazoni yeganliklari va hokazo sabab. Zalika jazaynahum bi baghihim. Fa bi zulmi min alladhina hadu harramna alayhim dedi yani ayette. İbrahim ve alellezine hadu harramna alayhim dedi. Demek endi bu Yaqub alayhisalom o'ziga ashunda zuhdan yoki nazran yoki tavarruan ya ta'abbudan shunda harom qilgan bo'lsa-mu, keyin bu Yahudilar, yani Bani İsrail chekilish ketganlik uchun Yaqub alayhisalom xas bo'lgan ishni bularga sama mushunga bo'ysunsa deb oliga jazo sifatida bekitgan. Uningdan boshqa nurg'un narsani unimi harom qilib o'tgan. Bunda desak, andin bu buningsi joyi chiqadi. La tahrimun qadim. Bu qadimdan tortib İbrahim alayhisalomning vaqtidan tortib bo'lgan harom qilish emas. Kama yad'una ular da'vo qilgandek. Falam yajsuru ala ikhraj at-Tawrat. Tawrat akilib o'qisha degan chaqda ular Tawratni akilishga jasorat qilmadi, jur'at qilmadi. Va buhitu shu chaqda nimmat bo'ldi. وفيه دليل بين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جواز النسخ الذي ينكرونه. Demek bu ayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hakikaten rasul ekanligiga aniq fakt var dedi. Yana ular inkar qilib turadigan, e'tirof qilmay turadigan hukmlarning amaldan qilish masalasiga dalil bor. Yani ashuni joizligiga dedi. Yahud Nasaralar nasx batil deb turadi. Nasx batil degan Yahudilar biz Yahudi şeriati bilan bizim bu şeriatimizni Hristiyanning şeriati bekor qilinmaydi. Endi Hristiyanlar bizning Hristiyan şeriatimizni keyingi shariatul Muhammadiyya bu bekor qilinmaydi, amaldan qoldirilmaydi deb turadi. Lekin oyatda Ibrohim alayhisalomga haloldir. Bu halolligi mansux qilib ketib, Tavratda harom qilinganligi shariatninki mansux bo'lgan deb mansub bo'lganligi dalil bor. Bular al-Buda degan nazariyasi bor. Buda degani, masalan, bu bir ish Alloh taolo buni harom qilishni burun uqmay qolibdi ekan, undan binasini qilib, unda harom qilish shallis keldi. Undan bu batil demaksan. Bu joiz yoki mumkin desa, onun şeriatın bakavalığı da Resulullah'a ayışı vacip bulur. Doğan da turur. Hasadan min inde enfusihim. Demek bu halal nasa ki haram bulup koşun bilen buldu. Nasıl bilen buldu şu? 94. ayet فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ehval muşamda. Şuna kanda birisi Allah Teala yalgan çaplaydıken bizamihi enne zâlike kâne muharraman fî millet İbrahim ve Nuh aleyhisselam. İbrahim ve Nuh aleyhisselamlarının şeriatinde bu yemeklik haram deb turulib Allah Teala yalganını çaplaydıken to'qiydikan min ba'di zalik min ba'di ma lazimahum min al-hujjatil qati'a mushunda keskin paketlar bilan ularning mushunda tan berishi kerak bo'lib bo'lgandan keyin
فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ana şular hakikaten zalimlardır. Yani zalimlar bunun başka zalim yoktu gidek. Neyimiz? Humud zalimun. Zalimler mi? Muşullar. Dünyada onundan başka zalim yok. Demek bunun zulmünün ağırlığını bildirdi. Ulaike humud dallun dedik o. Azgullık muşul deklan. Onun başka azgul yoktu gidek. Bu hasranda. El-mukabirun ellezine la yunsifuna min enfusihim. Yani öz köngülde bir insaf bilen qaramaydigan bir ishqa. Takabbürlük bilen qaraydigan. Ve la yaltafituna ilal bayinat. Delil pakit iniq isbatqa qarapmı qoymaydigan, haramzadlik bilen insaf qilmaydiganlar dedi. Demek yani min ba'de zalik digine ig'ir jinoyatni isbotladı. Oshunda iniq isbotlanib bo'lgandan keyin mu yana Alloh taolaga yolg'onni to'qib qildiganlar demak. Uqmay qilib bilmay qilib ya munda miki deb o'ylab qilib to'qsa sal yengil bo'ladi. Buni aniq keskin bilib bo'lgan ekan, to'qgan ekan, demakchi. Bu 94-oyat yuqorqi oyatning davomi bo'lishi mumkin, ha? Fatbuha in kuntum sadiqin faman iftarar yana, ya. Uning oyog'i bo'lishi mumkin yoki hali bir uzatib oyog'ini ma'ni atib qilib degan bo'lishi mumkin. Ikki ehtimollik bor. 95-oyat Qul sadaqalloh aytdinki Allah ras aytdi. Ba'zi Qur'on tilovat qilgandan sadaqallohul azim deyishning joizligiga o'sha oyatni dalil keltirib qul sadaqalloh dedi mana. Sadaqalloh desak bo'lgan go. Allohning oyati tilovat qilingandan keyin deyiladi. Sadaqallohul azim deb namozdan ichida desak namazın belki bo'lishi mumkin. Ayetni o'qigan. Chunki namozning shidimanda masalan alayhisallohu bi ahkamil hakimin desa bala deyish va Rasulullah namoz o'qiganda tasbih oyatga tasbih aytib, azab oyatga istiaza qilib uzun o'qigan degani va namozda shunda, lekin bu farz namozdan balki o'xshash bo'lishi mumkin. Hazrat Abu Bakr mo farz namozda Rasulullah ya turivagan desa, qo'lni ko'tarib unda bir duo qilyapti-ku. Farz namoz. Yani unda nima ishlar, bak unda cheklanib ketmaydi. Qul sadaqalloh. Lekin buni kengaytirsa, unda ishni kengaytirsa undan amalsak narsa bo'dilib boshqa narsaga aylanib qolishi mumkin. So'ng desa nimarak to'g'ri yaxshi. Ketayotmay, avtayotmayrak to'g'ri yaxshi. Qul sadaqalloh fi ikhbarihi annahu lam yuharrim. Alloh taolo harom qilmadi-mi? Ibrohim alayhisolamga halaldi degan mushida Alloh taolo haqiqatan aytdi mana. Bunda degan va fi ta'ridun likizbihim. Mana mush qul sadaqalloh deganda Alloh taolo ras aytdi. Xuddi ikki taraf ham davolashib kelib qolsa, ikki tarafdan gapirib bo'lgan ekan, "Ma'ning gapiras, ma ras aytdi" degini, "Siz san yolg'onchi" degan gap ma. Tamam? Qul sadaqalloh Alloh ras aytdi degan ekan, ma yahudi, ma badbaxtlar yolg'onchi degan gap ma. Qavliga takkizotida dariblar. Sen kazzaplar demakchi. Ay sabata annalloh taala sodiqun fima anzala va antumul kadibun. Yani Allah Teala nazil qilgan oyatlarda rastchilik isbotliq, sizlarning kazzobligingga isbotliq. Fattabi'u millata Ibrohim. Unda siz bunda kayzlik qilmay, masalan davom ekan. Kayzlik qilmay sizlar İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetiga, şeriatiga, tutqan yo'lga ergishinglar. To'g'risiga ergishinglar-da. Va ya millatul islam allati alayha Muhammadun sallallohu alayhi vasallam va man amana ma'ahu. Hozir shu millat İbrahimning shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va uning bilan birga iymon etgan sahoba kiramlar, shu millat İbrahim vakillik qildiganlar shular. Navazgan shu yo'lga ergishinglar. Hatta tatakallasu min al-yahudiyyati allati warratatkum fi fasad dinikum va dunyakum. Nimish bunda iymon etisizlar, sizlarni dunyo va dininglarni buzib, dunyo va oxirat ziyonga uchirtib, bunda mushkulga duchor qilgan Yahudiya dinidan qutulish uchun varta degandan nima degan to qiyinchilikqa duch kelish degan, mushkulga duch kelib qilish dedi-ku, yatavarratu dedi-ku, mutalaada. Mana sizlarni unda qiyin qashirga sab qo'ygan Yahudiya diyonatidan qutulishinglar uchun sizlar Ibrohim alayhisolamning millatiga ergishinglar. Haythu ittarratkum ila tahrifi kitabillahi litasbiyati agradikum. Chunki bu Yahudi diyonati sizlarni o'z maqsadinglarga to'g'rilash uchun Allah'ın kitabını burmulashga majbur qilib qo'ygan va alzamatkum tahrimat tayyibat allati ahallallohu li Ibrohima va liman tabi'ahu. Ibrohim alayhisalom va ularga ergashgan payg'ambarlar, uning ichida Muhammad sallallohu alayhi vasallam bor. Ashulaga halol qilib bergan pok halol narsani harom qilishga majbur qilib qo'ygan. Ashunda Yahudi diyonatidan qutulinglar.
Hanifa halun min İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın halatını bayan kılıvatıdı. Yani nahaq dillardan qayrilib haq dinga mayil bo'lgan İbrahim Aleyhisselam'ın milletiga ergishinglar. Ma'ilan anil adyanil batila ila dinil haq deydi. Ve ma kana minal müşrikin. Bu müşriklardan emasdi. Bu mudaritmige İbrahim Aleyhisselam müşrik emasdi sizga o'xshash. Sizlar müşriklar ingi. 96. ayet. İnna awwala beyti wudi'a lin-nas. Endi bu Kaaba, Beytullahil Haram to'g'riliq keldim ayet. İlgirki ayetler bilan bo'lgan munosabati nima ekan? Beytullah o'tkilib ketdi-ku siz. İlgirki ayetlarda İbrahim Aleyhisselam'ın millati to'g'riliq so'z qilishni ama. Unda o'nikin bu Kabe'nin işimi Beytullah'ını ulug'lash, Kabe'ni bina qilish, tavob qilish, ashyolarni hesablaydi. Hammasi millat İbrahimga chetishliq ishda. Ani buni keyin İbrahim Aleyhisselam bu Kabe qibla qilib nima qilgan bilan keyin bu Yahudi Nasaralar Beytul Maqdisni nima qilgan. Unda onki hammasi yani bir tutash. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın millati bilan munosabat bo'lgan ekan. Inna awwala beyti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin dedi. Yani bütün insonlarga bekitilgan, qo'yilgan dastlabki masjid shu Makkadagi muborak bo'lgan va bütün olamlarga hidoyat bo'lgan masjid dedi. Beytullahil Haram. El-Vada vallahu azza ve celle. Endi kim buni masjid qilib bekitgan, kim qo'ygan desa, Alloh azza ve celle. Hamda Alloh taolo vada deganning ma'nosi esa, ma'na vad'ullohi baytan lin-nas yoki vada'allohu baytan lin-nas deganning ma'nosi annahu ja'alahu muta'abbadan lahu. Yani shuni ibodat qilgan joy qilib berdi degan gap. Menda bekitib berdi dedi. Fa ka'annahu qala inna awwala muta'abbadan lin-nas al-Ka'ba. Xuddamda insonlar uchun dastlabki bunda ibodat qilgan namoz o'qigan joy mush Ka'bada deganga o'xshash. Va fil hadith anna al-masjid al-haram wudi'a qabla Baytul Maqdis bi 40 sana. Hadisda Masjid al-Haram Baytul Maqdisdan 40 yil ilgari bino qilingan deb kelgan. Bu muttafaqun alayhi hadis. 40 deb kelgan bu. Bi 40 sana. Hadis sana deb kelgan. Kitapta ma'nosidan qisqartirishni qilyotdi. Bu hadisning lafzi emas bu Buxoriydagi. Yani bunda burun bina qilingansa, bu ikkisining o'rtasida necha yil o'tsa, 40 yil o'tdi deb bunda kelgan. Tafsir, mesela fiqhda, bunda kitobda o hadisninki ayni lafzini bunda rivoyat qilmaydi. Ba'zi hadisni kirishtiruvdi, ba'zi lafzni o'zgartirdi, shu isida qolgan bo'yicha yozildi. Lekin endi hadis olimlarcha buni shu tekshirib, bir so'zni, bir harfni u yerdan bayon qilmay, bunda rivoyat qilishga ko'ngil bo'ladi. Undanki ma'lum hadis kitob bo'lmagan ekan, ma'ni bo'yicha rivoyat qilishi apoqilni qilgan. Qila awwalu man banahu İbrahim. Mushu Beytullahni ya Ka'bani dastlab kim bino qilgan deganlar xil qarashgan. Alloh taolo bino qilgan, farishtalar bino qilgan, Odam alayhisalom bino qilgan, İbrahim alayhisalom bino qilgan deb baqilgan. Mana İbrahim alayhisalom dastlab qilib İbrahim alayhisalom bino qilgan deyibdi. Va qila huwa awwal baytin hujja ba'da tufan. Tufan balasi kelgandan keyin dastlab qilib haj qilingan masjidda deyilibdi. Va qila huwa awwal baytin zahara ala wajhil ma'i 'inda khalqis samai wal ard. Osmon zaminni yaratgan chaqda suvning ustiga dastlab qilib ko'ringan masjid shu Ka'bada debdi. Va qila huwa awwal baytin banahu Adam alayhisalom fil ard. Adam alayhisalom zaminda dastlab qilib bino qilgan masjid shu deyilibdi. Ani Hindistondan kelib shu 40 qatim haj qilgan degan. Wa qawluhu wudi'a lin-nasi fi mawdi' jar sifatun li baytin. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas. Wudi'a lin-nas hozir baytning sifati fi mahalli jar sifa li bayt kana. Kishilarga masjid qilib berilgan shu Masjid-i Haram demoqchi. Inna awwala baytin. Endi awwal bayt buning ismi desak, innaning xabaricha lalladhi bi Bakka. Haqiqatan shu Bakkadagi masjidur dedim. Ay lal baytul ladhi bi Bakka. Shu Bakkadagi shu Baytul Haram shudur. Yani ta'kidladir lam bilan. Va hiya alamul lil baladil haram. Bakka degan shu Makkaning yani haramninki, haram qilingan jutninki nomi. Bakka degan. Xuddi Makka degan o'z. Va Makka va Bakka lug'atan fi. Makka mi deymiz, Bakka mi deymiz. Nima uchun Makka deb atildi, nima uchun Bakka deb atildi? Chunki buni bir odam bekbes qo'yib ketdi. Buni har qanday hujum qilib kelgan bahodirlar halok qilinib ketdi deb nima chiqishi mumkin? Bu ishtiqoq nimasidancha. Demak bu ikki lug'at
Qur'onda Makka deb kelmagan-da? Makka deb kelgan. Chunki Makka va Bakka ikkisi xil shivaga o'xshash, ha? Vaqila Makkatul balad va Bakka mavdan masjid. Ya'ni bir qarashda ikkisining farqi bor. Makka degan butun shu diyorni ataymiz, shu shaharni. Bakka degan shu masjidning o'rnini ataymiz deyilib chiqdi. Vaqila ishtiqaquha min Bakkahu idza zahimahu lizdihamin nas fiha. Bakka nadan kelib chiqqan, nima fe'ldan turilib chiqqansa, bu kishilar qisqisdan olib ketib, besiqilib ketganlikdan shunga qisqatdi, besiqilib ketdi degan Bakka degan so'zdan kelib chiqqan. Ya'ni davomli kishilar shakl tavab qilamiz, az qilamiz deb uni qisqisdan olib ketgan joy demakchi deydi. Aw li'annaha tabukku a'naqal jababira ay tadukkuha. Yoki bahodirlarning bo'ynini izitadigan, ya'ni shuni aloq qilib turgan joy bo'lg'achqa. Masalan, Abraha keldi, shunama shunda podshohlik buni vayron qilamiz desa, bu jud uni vayron qilib turgan bo'lganligidan lam yaqsudha jabbarun illa qasamahulloh. Qanda bir bahodirdan bilsa, ya zolim podshohdan bilsa, uningga yomonlik niyat qilib, kasa vayron qilaman deb, Alloh taolo uning bilini sundirib o'tadi. Yani hala qilib ha? Qasama degan sundiribdi, o'shtiribdi degandek. Qasama dahri isnan alimun mutahattik va jahilun mutanassik. Sundiribdi degandek. Mubarakan berkat berilgan holatda berekatlik, kathirul khayr lima yahsul lil hajj wal mu'tabar min as-savab va takfir as-sayyiat. Bu judnayda berekatlik, xayr ko'p. Mesela hacı, ömrüçi, bulağa nurgun savaplar ata kılındı, günahlar mağfiret kılındı. Yana bir taraftan bütün dünyanınki yaxşı nazı nimetleri mücahidi buldu. Tücbe ileyhi samarat kulli şey. Ama bu tarafta mı bereketlik? Yani bütün dünyanın kış yazda çıkılgan meyveler amması devamlılık onda bağıdır. Bereket anda her türlü bereket. Ve hudal lil alemin, yani alemlerge hidayet. Li'annahu qiblatahum ve muta'abbadahum. Çünkü Kabe bütün alemninki kıblesi ve ibadet kılgan joyi. Ve mübareken ve hudan halan min ad-damir fi wudi'a. Wudi'a degandiki damir yani huwa şunama aş beyttin kelgan damir huwa desek mübareken ve hudan degine mushu beyttin halken. Yani mushu beyt qanda alatda qo'yilgan, qanda bekitilgan, bereketlik ve hidayet kılıp bekitilgan dastlabki masjid demoqchi. Hazlam Makka Ka'bani o'rlashganini zaminning eng o'rtasiga Ya şu hozirgi tadqiqotlarni shuni isbotlab. Chiqilib shuna Ummul Qura deganda shu bir xilamda o'rtasini bildirganligini ko'rsatish mumkin. Bunda tadqiqot qilganda turli odam hayron qolgandek chiqadi. 97. ayet fihi ayatun bayinat. Fihi degandagi damir ne qaytadi? Beyt qayta? Bakkiga qaytishi mumkin. Bakkiga qaytishi bo'ladi. Fiha bo'ladi lekin. Bakkiga qaytishi bo'ladi. Beytga, Beytulloh qaytadi. Fihi ayatun bayinat. Unda aniq katta mo'jiza oyatlar bor. Ayat yani sen mo'jizalar bor. Alamatun vadihatun la yaltabisu ala ahad. Hech kim unda shak qilmaydigan, boshqa o'ylab qolmaydigan aniq alomatlar bor. Maqomi İbrahim. Xuddi bu yerda oyatun bayinat nurg'un oyatlar bor. Qaysi bu oyatlar degan bir savol bor degidek. Bu oyatlar qaysi? Maqomi İbrahim ve men dakhalahu kana amina ve lillahi alannas hajjul bayt. Hozir xuddi oyatni unda bir sanayotgandek, oyatun bayinatli qaysi desa maqomi İbrahim mana. Bir İbrahim alayhisolamning tug'an izdidamdoq turgan joyi. Atfu bayan liqawli ayatun bayinat. Demak endi atfu bayan mishada ayatun bayandan xuddi izohlayotgandek endi. Nima bo'lsa maqom İbrahim degandek. Wa sahha بيان الجماعة بالواحد بأنه وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه. أمدا آيات بين نورهم آيات الواحدة. دبلت مقام إبراهيم دب أرم بيزنس قادر. آيات بينات سا نورهم آيات الواحدة بر مقام إبراهيم لم دسبلم دو. دبت أمليت bu مقام إبراهيم لم دبيدو. نوعه من دخله كان آمنا ولله على الناس أشهر آياتlar şular. Yani birbirlab sanayotgan gap. Lekin ma'lum da maqam İbrahim deblam to'xtadi degan qarashga asosan nurg'un oyatni deb qo'yib bir oyatni desa bo'lamdi desa, ya nurg'un oyatga bir oyatni deb bo'ldi qilish bu yerda xuddi mushu maqam İbrahim hozir nurg'un oyatning o'rnida turgan cho'ng oyat bu. Buning ichida yani nurg'un qacha ko'p oyatlar bor demoqchi. Lizuhur sha'nihi va quvvati dalalati ala qudratillahi taala. Endi Alloh taolaning kamal qudratiga uch dalolat qilish jihatdan kuchli
delil bo'lganlikdan va bu hammadan ko'rib turadigan mashhurlab ketgan bir oyat bo'lganlikdan xuddi nurg'un oyatning o'rnida turadigan ekan. Nurg'un oyat tengtilgan bir oyatdek. Oyat degan nishon mo'jiza degan bo'ladi. Qur'onning ko'pincha kelgan oyatlar mo'jiza degan. Faqat ba'zi yerdan Qur'onning o'sha oyatlari degan nimaga, lekin ma'voda mo'jizalar degan. Ala qudratillahi taala va nubuwwati Ibrohim alayhissalom min ta'siri qadamihi fi hajarin saldin. Ya'ni shunda qattiq Quram toshda putining izi chiqib qolganlik jihatdan bu Ibrohim alayhisolamning payg'ambar ekanligiga kuchli dalil bor. Bundan Allohning qudratligiga bir oyat, Ibrohim alayhisolamning payg'ambar ekanligiga bir oyat. Albatta, ya'ni bu maqom Ibrohim nurg'un oyat bo'ladigan bir oyat emas. Saldin deganda qattiq, fatarakahu salda. Qur'on karimda bu. Avval istimalihi ala ayat. Yoki mushu o'zi nurg'un mo'jizalarni o'z ichiga oladi. Lianna asaral qadam fi sakhrat tusamma ayat. Masalan, alaylik putning ashu Quram toshqa izining chiqqanligin bir mo'jiza deydi. Va g'awsuhu fiha ila al-ka'bayn ayat. Uni o'sha qadar ketib ichiga chirketganligi. Bu bir oyat. Hozir maqom bilan kumushga yo tosh yo kumushga Taşda şundan bir izi var. Bir kayıt qarab baktım kumushga. İzni alamayız yo'q ekan. Ya kumush olmasın belki bu etlerini suvat onu qilib qaqilib silarib taqrab o kumushga avval qilib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin u kumushni balki qaplamagan. Chunki bu ayatın bayinani sen qaplasan g'ayr bayin bo'la qoladi. Maqom Ibrohimni keyin ram bakki biz qo'yib madan ashada maqom Ibrohim namoz o'qilmizda shuni ko'rimizda ato qilgan degan chog'da Sheyx Sharaviy bunda qilsak bo'lmaydi. So'daristonning podshosi tilgaram urib, axiri So'daristonning shu chog'dagi podshosi Faysalmi yo Abdulazmi shuniga tilgaram urib, bir oylik maoshida bir tilgaram uribdi. Tilgaram urib bu maqom Ibrohimni bu yerda yurtsak bo'ladi. Fihi ayatun bayinat degan ekan, shu fiyida shart turish kerak bu. Uni ayonqara tatib etsak, u fiyi bo'lmay boshlaydi. Yo'tkab qo'ygan bo'laman. O'rni Alloh bekitga o'ringan. Buni yutkisak bo'lmay shariatga xilof degan ekan, podshoh So'daribson ulamolarning bir guruh tashkillab buning bilan suhbatlashib baqinglar, munoziralashib baqinglar degan ekan, suhbatlashib munoziralashgandan keyin So'daribsonning ulamolarini qoyil qilgan ekan, undan biz qanday qilamiz buni degan ekan, buni yutkimay, bunda aynakning ichida hammadan ko'radigan nimada qilib qo'ylar deb o'sha maslahat pishib, shunday qilib qo'ygan. Sheyx Sharaviy rahmatullohi alayhining to'pisi. Hatta şu çağdaki Mısırlık o'qituvchilar voy shu tug'an baka bizni ammaylarni ishdan qo'g'lasa da peşimizga ish ochma desa bu qanday dinga bu dinning ishimi o bizning o ishdan qilishimiz bu deb unda qo'g'da ish emas bizning dinimizga munosabatli ish buni unda qarab tursak bo'lmaydi deb tilgaram yo'llagan. Ayatun bayinat va ilanatu ba'd as-sakrati duna ba'd al-aya. Yana Qur'on tashning bir qismini unda yumshatmay bir qismini yumshatib berishmi bu bir xil mo'jizadir. Yani putni dasigan joydan yumshab putni ketib ketdi. Va ibqa'uhu duna sa'ir ayat al-anbiya sallallahu alayhi vasallam ayat. Yani peygamberlerning boshqa butun mo'jizalarini bu yerda saqlamay, İbrahim Aleyhisselam'ın aş mo'jizalarini aşağıda hammadan mashhur bo'lgan, hammadan ko'rdigan aşağıda saqlab qo'yilgan bu bir mo'jiza. Endi hozir qadar mana fi ayatun bayinat va hozir qadar bugungi kunimiz qadar ashuning necha yo'qolib ketmay ashunda turishimi bu bir mo'jiza. Bo'lmasa yo'qolib ketgan bo'lsin. Yo o'z vaqtida o'g'irlar bulab ketgan bo'lsa qarabsizlar. Mesela qaromatda hajrlar isfatini o'g'irlab ketdi-ku. Ashunisi bulab ketib yo'qolib ketib qilgan bo'lsa bu fi ayatun bayinat degan gap hozir bo'lmaydi. Ala anna va man dakhalahu kana amina. Mana bu birinchi tafsirda xuddi maqom Ibrohim deganni u nurg'un oyatni gapni qilib bizlam oyatni tilga oldi degan asosda tafsir qilgan. Yerdan ala anna unda bo'lgan bilan va man dakhalahu kana amina degan bu bir oyat mana. Undan keyin bu oyat bilan tilgan bo'lmaydi. Hozir bir-birlar sanab berayotgan bo'ldi. Atfu bayan li oyat mana. Bu ma atfu bayan. Ana shu oyatning bayinatninki ichidagi oyatning birisi shu. Va in kana jumla ibtidaiyya aw shartiyya. Va man degan mishada xudan yangidan boshlangan, istinafiya bo'lsin yoki sharti kelgan bo'lsa-mu min hayful ma'na li'annahu yadullu ala amn dakhili. Shunda bo'lgan shartlik ko'rinib bunda kelgan bo'lsa, lekin amaliyotda bu nimani bildirdi? Oshmas
masjidga kirgan odam omonlik bilan qoladi deganni bildirdi. Xabar siyg'isimi bu buyruq deb tushunizmi? Man dakhalahu kana amina, ya'ni aminu man dakhalahu. Xuddi al mutallaqat yatarabbasna wal walidat yurdana awladahunna mis xabar shu. Lekin yo'q ashunda imitson, 2 yil imitson, talaq qilgan ayollar iddat tutsin deb buyruq shu. Davomida man dakhalahu kana amina, aminu man dakhalahu. Ash masjidga kirgan odamga chiqilmanglar, amonlik qilinglar degan bo'ldi. Ash masjidning ichini yo'q shu haram doirasi ko'z tutildi bunun. ومن دخله كان آمنا. Demek masjidçi ismi aman kaldı. Haram dairesi ismi aman kaldı. Demek şu hazır masjidin işi qartda desek men düşürdü. Fakana qila fi ayatun bayinat xuddamana mında degenge o'xshash. Unda nurgun mo'jizlaba, maqam İbrahim, vandin kirgan kishining aman bo'lishi degandek. Wal isnan fi ma'nal jam. Ana mush ikkilam oyatni tilga oldi deganda deb baqqan gapim. Boshda bir oyatlam tilga oldi deb baqdi. İki ayetlam tilga oldi da ikkisi al-isnan sama fawqahuma jamaa degandek mush ikkimi jama ma'nosini bildirdi deb baqdi. ويجوز أن يذكر هاتين الآيتين ويطوي ذكر غيرهما دلالة على تكاثر الآيات. أنا من دام مش إشكنا لام تلغلق باشقلان أستغى قطلق قياب يطوي ديان بشرب قياب قطلق قياب أتكسمه ومجاز ده. هذا من دا على سبيل المثال في آيات بينات آياتنا تزي بيان قبلاش bak uzrab ketadi. Lekin misol tariqasida ikki misollarda degandek. Dalalat ala takaturul ayat. Demak bu yerda oyatlar mo'jizali bak ko'p. Uni hammani deb bo'lmaymiz. Bir ikkisini misol qilib ko'rsatib qo'ydik degan tariqada. Kana qila fi ayatun bayinatun maqam İbrahim va amn daxilihi va kathirun siwahuma. Xuddi nurgun mo'jizli va buning ichida maqam İbrahim ba, uningga kirganlar aman qilish, u tarafidan bir mo'jiza, ya'ni uningdan boshqa yana nurgun mo'jizalar bor deganga o'xshash. نحو انمحاق الأحجار مع كثرة الرماد. انمحاق دegani yo'qolib ketish. ويمحق الربا degan yo'qotadi, to'zitadi degandek. Mishada toshlarni masalan qaqlash etiversa keyin u toshlar o'zikidan yo'qolib ketadi deydi. وامتناع الطير من العلو عليه. Yani uning ustida, yani Ka'baning ustida qushlar uçmaydı deb. Bu bir xilda bir ehtimollik gap, lekin bizda qushning ustida ko'rdik, pichirdi. Va nahvihi fi tayy zikr. Shunga o'xshashanda demaylar bundalam qatlab o'tib ketgan mo'jizalarni qil ko'p. Yani mush ikkidan boshqa. Mushunda qatlayotganning bir misoli Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi shuningga misol bo'la oladi. Hubbiba ilayya min dunyakum salat. Sizlarning dunyoinglardan men 3 narsa amr qilindi. At-tib, xushpuroq, at-tayr va kaza. Va nisa, ayollar. Va ju'alat qurrat ayni fi salat. Yani ko'z tarchiqim butun diqqatim eng amroq narsa degan gap, namozda qilindi deydi. Taqurrat ayni, qurratul ayn degan mening ko'nglim aram topadigan nima? Kay taqarra aynuha va la tahzan dedi Qur'on karimda. Musa alayhisalomni o'zining onasi o'zini qilsa, bearam bo'lmay shunda xotirjam, shunda bo'ldi-ku. Qurratul ayn degan odamning ko'ngli aramida, shunda tuyg'udi bo'lsa, qurratul ayn. Nima? Eng aram oldigan, aram baxsh etilgan narsa namozda qilindi demak. Aynı aram bo'lgan chaqda adamning ko'ziga uyqu keldi-ku. Ko'zidan uxlay oladi adam. Bo'lmasa, bu bearamchilik uxlay olmaydi. Shu qurratul ayn degan gap ko'zga munosabatli shu tarafdan. Demak, o'sha qurratul ayni degan 3-chi narsa, 3ning ichidan emas dedi. Yani dunyoning shamas qilib namoz degan. Demak, bu 3-chini oxiratga munosabatli boshqa ibodat ishini akab qo'ydi, lekin 3ta dunyoning ichida masalan, ya tib va nisa yoki boshqa yemak-ichmak masalan, bunday narsa degan bo'ldi. Lekin bu ibodat nimasini akab qo'ydi. Demak, bu 3-chisi hozir 3ning ishini emas. 3ni deb ikkini misol qilib, birini to'liqlab demaylam o'tib ketdi. Ana ma 3-chisi yangi boshlagan so'z bu. Yani alaysa min ad-dunya. Çünkü bu namoz degan dunyoning ishi emas. Va thalith matwi. 3-chisini indalam qatlab etgan. Va ka'annahu sallallohu alayhi vasallam taraka dhikra thalith tanbihan ala annahu lam yakun min sha'nihi an yadhkura shay'an min ad-dunya fadhakara shay'an huwa min ad-din. Balki endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3-chisini nima uchun demadi desa, balki Rasululloh Allohning payg'ambari ekan dunyoning bunda tilg'alab, bunda deb ketishi unda loyiq emasdi degan mushu mazmunga diqqatini tortib boshqalarning
Andın Allah'ın peygamberi bu dini işlerini tilgalish kerakdi deganni qilib namozni tilga olgan bo'lishi mumkin. Va qila fi sabab hada al-athar annahu lamma irtafa'a bunyan al-Ka'bati wa da'afa Ibrahim alayhi salam an raf' al-hijarati qama ala hada al-hajar taghassat fihi qadama. An mush tashda tapqagan mush iz qanda paydo bo'lgan va bunda deyilibdi buning sababi to'g'ri. Annahu lamma irtafa'a bunyan al-Ka'ba Ka'baninki qurilishi igiz ko'tarilib putkul tug'an chaqda Ibrahim alayhisalom igiz hamga tashni appulanmay bo'y yetmagan chaqda qama ala hadal hajar mushi tashning ustiga dastab turib chiqib turib ondan tashni qishlarni uning ustiga tizgan tamg'an fag'asat fi qadama shu chaqda ondan puti tashqi ketib ketgan. Vaqila innahu ja'a za'iran min ash-Sham. Mandam deyilibdi. Shamdan ziyorat qilib kelgan o'g'li Ismoil alayhisalomni yo'qlab. Halaqa bo'sog'ining kuchlikdan degandek aqal oldiga ila Makka. Faqala lahu imrat Ismoil alayhisalom kelgan chaqda Ismoil alayhisalomning ayoli inzil hatta naghsila ra'sak. Asıl bizden oturup kesler başlarını yuvib qo'yay debdi. Falam yanzil faja'atu bi hadal hajar. Desa to'gisdan ya ulug'idan tushmabdi. Tushmagandan keyin kilni tashni akelib mana dastlab to'slamasa deb qo'yib turibdi. Fawada'tu ala shiqqil ayman. O'ng tarafiga. Demak, ularni olgandan keyin o'ng tarafiga kelib qo'yibdi. Fawada'a qadamahu alayha. Qo'ysa Ibrohim alayhisalom putini shu tashning ustiga qo'yibdi dastlab. Hatta g'asala shiqqa ra'si. Beshining yarim qismini yuvibdi. ثم حولته إلى شق الأيسر حتى غسلت الشق الآخر. أنا sol tarafı qo'yib ketgan, sol tutida dastlab tursa, beshining sol tarafini yuvibdi. Fabaqiya athar qadamaihi alayhi. Shuning bilan ikki putining izi shu yerda qolib qolgan. Mushurut qilsa ayniroq o'xshamadi. Kelibishda u baytlar sog'ada bu baytlar bilan maqam Ibrahimning orlig'ida 10 metr bo'lganmi? O'tgan bo'g'aytimi? Yo'q, onun 5 metrlik onu taş düşüp qo'yish mumkin emas, u 5 metr olsan. Ya o'tgan bo'lishi mumkin keyingilar. Ya Ismoil alayhisalomning keyingilar ayonlar qapirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu hamda bunda deyilibdi. Lekin qanday bo'lmasin, bu hamda Alloh taolo shunda o'rlashtirgan ish. Va amanu man dakhalahu bi da'vati Ibrohim alayhisalom. Robbi ja'al hada baladan amina. Hamda mushu jutqa kirgan kishilarning aman bo'lishi Ibrohim alayhisalomning Rabbi ja'al hada baladan aminan degan mushu duosini ijobat etmoqchi. Va kana rajul law jana kull jinoyatin. Ashu jahiliyatmi shundan. Kull jinoyatga tig'liqni hammani qilib, butun ig'ir jinoyatni sodir qilib, thumma altaja'al haram, haramga kirib panolanib olsa, lam yutlaq, tutqilmaydi dedi. Izdirikini qilib, qo'g'lab tutqilmaydi. Tegmaydigan gap. Demak, mushamda jahiliyatmi shundan. Jahiliyat vaqtidami, ashu arablimi tegmaydigan ish bor. Aram hurmatidan. Hozir bu tegdi degan qarashni tutib, sani filmazatda tegsa bo'lmaydi. Shu musha oyatga asaba man dakhalahu kalamina aminu man dakhalahu. Hatta bu amalliq uçar qo'sh u ayollari hatta daldaraxlar shuningmi qadar bordigan amalliqim. Va Umar radhiyallohu anhu law zafartu fihi biqatil al-Khattab ma masastuhu hatta yakhruja minhu. Navadaning dadamning qatilini ashunda uchirtib qolsam, tutulib qolsam zafartu bihi. Bu mubolag'amda. Dadamni o'ttirayotgan odamni ashu nimada tutulib qolsam, aramning ichida ashuna chiqqan qadar qilig'i tegmaydi. ومن لزمه القتل في الحل anda haramdan boshqa haramning sirtida halol rayullarda o'lim jazosi sodir qilib ya o'lim kelib qolgan odam bo'lsa biqavodin degan qisos orqali yoki murtadlik yoki zina orqali faltaja ila al-haram lam yuta'arrad lahu haramga kirib panolanib olsa uningga chiqilmaydi tekkilolmaydi illa annahu la yu'wa va la yutam. Faqatlar uningga panolik qilmaymiz. Biz mesela uyga chiqib qo'ndiradigan ya tamoq quradigan ishni qilmay, uningga ham chiqilmay, ashunda majburlab sirtqisonni ko'p tutadigan. Lekin haramning ichida tutib, so'lab qilolmaydi. Yoki qisasida. Uy tamoq qilmaymiz, suv olmaymiz, uy panolik yataq qilmaymiz, shunlar majburlab qolsa chiqishga o'chaq tutamiz. Ammo ishi tutmaymiz. Wala yubaya, hatta so'sat qilmaymiz. Hatta yattara ilal xuruj majburlab chiqsa undan makonatdan tutadi. Va qila aminan minan nar. Manda tafsir qilindi. Va man dakhalahu kana amina kimki ashuna kirsa do'zaxdan aman qoladi deb tafsir qilindi. Biqawli sallam man mata fi ahad al-haramayn bu'atha yawm al-qiyamati aminan minan nar. Kimki mush ikki haramning birida o'lib ketib qolsa qiyomat kunida do'zaxdan aman qolgan holatda qo'pidi deb ekan.
ajra qadistan. Va anhu sallallahu alayhi vasallam al-hajunu wal baqi'u yu'khadhu bi atrafihima wa yuntarani fil janna. Yana bunda ajra qadistan hajun degan Makkaning yonida qabristonligi, Baqi degan Madinaning qabristonligi. Demak, ashar o'lgan odamlar, ko'milgan odamlar qanday bo'lgan? Jannatga o'tilchirik degan. Ya'ni xuddi ash zamin be dasqandak ya be nimadak nas qilib ash jannatga qiqildi ekan. Endi u dasqan menning vaqtlari qanday qildi shu nimaga tushidan gap qilsa. Va huma maqbarata Makka va Madina. Hajjun bilan Baqi Makka bilan Madinaning qabristonligi. Va anhu sallallohu alayhi vasallam man sabara ala harri Makkata sa'atan min naharin kimiki Makkaning ashu issiqligiga qavasiga bir kunning ichida 1 soat chidab qolsa tabaadat minhu jahannamu masirata 200 am uningdan do'zax 200 yillik masofa yiroq turadi debdi. Ajda desil bo'lsin mumkin. Walillahi alan nas hajjul bayt. Alloh taolo uchun butun insonlar ash baytni tavof qilishi farzdir dedi. Walillahi alan nas mana. Nas degandan nima chiqdi? Al-kuffar mukallafuna bi furuj shari'a haj qilishga buyurilgan deb chiqdi. İnsanlar dedi yani. Ay istaqarra lahu alayhim fardul haj. Yani ularga ashu Baytulloh berib haj qilish farz qilib bekitilib ketdi, o'rnab ketdi demak. O'sha istaqarra deganda taqdir qilamiz degandek bunday anim qilyaptilar. Hajjul bayt deb qiraat qildi. Abu Bakrdan boshqa Kufa tarihlari, Kufi g'ayru Abu Bakr va huwa ismun. Hajj degan o'sha ism, masdar emas, va bil fath masdar, zir va hajj deb qolsak masdar bo'ldi. Hajning ma'nosi nimada? Qasada degan ma'no bordi. Va qila huma lughatan fi masdar hajja. Ba'zilarda bu hajja degan mush fe'ldan kelgan tub so'zningki xil shivada o'qilishi deb baqdim. Ba'zi shivada haj deb qo'ygan, ba'zi shivada hajjun deb qo'ygan. Yani ishqilish masdar demoqchi ekan. Man yani man istata alayhi sabila degani man fi mawdi' jarrin ala annahu badalul ba'di min al-kull. Mana an-nas mishada kull an-nas nima? Sigatul umum alif lam bilan nima qildi? Jama' mahalla bi alif lam. Lekin butun insonlar bo'ldi ekan, hammaga farz qilib bekitildi degan gap. Endi buning ichida butun insonlarning ichida hozir bir qismini datib badal ba'd min al-kull. Man istata alayhi sabila. Endi qachsi bu yerime o'chib qoldi yoki 30% ga tushdi degan gap. İnsanlarning ichidan ashyaga baraliganlarga farz qilindi degan. Baramganlarga farz emas. Fassaraha Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizzad va rahil. Demak istita'ani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadisda azzad va rahila deb tafsir qilgan. Zad degan ashya berib qadar yetilgan uzuqtilik, rahil degan uloq. والضمير في إليه للبيت أو للحج من استطاع إلى البيت سبيلا demek yaki إلى الحج سبيلا desek buldudur. وكل مأتين للشيء فهو سبيل له. Demek ay bir narsaga opirdigan, elib bardigan narsa deylar. Bir narsaga yetkizdigan narsa shu yo'li bo'ldi. ولما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. Mush oyat tushgan chaqda Cemaat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehlel adyan kullahum fakhatabahum. Türlük din mensuplarını toplab Rasulullah ve kafirlarni, yani her xil dinga Yahudi mensup olan her xil diyanet kişilerini toplab faqala innallaha kataba aleykum el-hacce fahujju deb. Allah Teala sizlarga hajni farz qildi, haj qilinglar debdi. Fa amana bihi millatun wahidatun wa humul muslimun. Bunda degan chaqda musulmonlar bunga iman keltirib ishongan va kafarat bihi 5 milal 5 diyanatning mansublari tangan. Qalu la nu'minu bihi va la nusalli ilayhi va la nahujjuhu. Bular debdi, yo'q unga ishonmaymiz, unga qarab namoz o'qimaymiz, haj qilmaymiz desa, mush oyat chiqdi. Va man kafara fa innalloha g'aniyyun 'anil alamin degan oyat. Kimiki buningga tansa, ay jahada fardiyatul hajj. Hajning farzligiga tinib qolsa, Alloh butun olamlarga muhtoj bo'lishdan baydor degandek, hech nimaga muhtoj emasdir degandek. Va huwa qawl ibn Abbas radhiyallohu anhu va al-Hasan va Ata mushular shunda tafsir qildi. Ya'ni kafara deganni jahada fardiyatul hajj deb. Wa ijuz an yakuna min al-kufran ay wa man lam yashkur ma an'amtu alayhi min sihhati al-jism wa sa'ati ar-rizq wa lam yahujja. Yana birisi unda tuzkorlik tarafdan ne'matga shukr qilmaganlik, ne'matga tanganlik tarafdan bunda kufr so'zi ishlatilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni dinga tinib kafir bo'lib ketgan emas, ne'matga kufr ne'mat bunda tarafdan degan bo'lishi mumkin.
Yani men sağlam cisim ata qilib, hajga bora oladigan rizq ata qilib, shunda ne'mat qilib bersam, yana shunda turug'liq imkoniyati bor turug'liq haj qilmasa degan gap deydi. Fa innallohu g'aniyun anil alamin. Cho'qim Alloh taolo olamlarga muhtoj emasdir, mustag'nin anhum. Ularga hojat yo'q. Va an ta'atim, ularning ta'at ibodatlariga ehtiyoj yo'q. Va fi hadhihi al-aya anwa' min at-ta'kid va at-tashdid. Mush oyatda turli ta'kidlash va chingitishlar bor deydi. Baklam qattiq ta'kidlab demiş. Minhal lamu va ala. Lam va ala degan valillahi alan nas. Demek insanların boynuğa ustiga degan mudg'a. Demek gardanga bunda bekitilib ketdi degan gap. Unda onu bu qattiq yüklengenlikini bildirdi. Yani perizlikini gösteriyor deydi. Ay ennehu haqqun vacibun lillahi fi riqabin nas. Xuddi sen bu Allah Taala'nın kişilerinin boynuğa yüklengen hakkıdır. Muş ada qilmasang bo'lmaydi. Ve minha al-ibdal. Aşı badali ba'dun kul dedik ko. Man istata ilay sabilana an-nasning o'rniga dasatdi. Fa fihi tasniyatun lil murad. Demek bunda dastlabda maqsad qilgan nimani bir dilitib, ikkinchi qadam yani tilga olgandek, yani bir takrorlagandek bir. Demek bu tekrarla qayta deganlik qattiq tapilashni ko'rsatgan narsa. Wa li anna al-idaha ba'da al-ibham yana başta sal mubhamrak, mujmalrak deb bo'lib, keyin undan yana iniq bir dibatda. An-nas deb, keyin man istata ilay sabila deb uchiqroq dishnama tafsili dedi ba'da al-ijmal. İradun lahu fi suratayn muxtalifatayn. İcmaldan keyin tafsil, ibhamdan keyin idah qilganligi buni har xil qilib ikki xil shaklda akaganligini bildirdi. İrad degan keltirish. Ikki xil shaklda keltirdi. Va minha qawluhu va man kafara makan va man lam yahuj. Kimki haj qilmasa Allohning muhtoj emas deyishning o'rniga kimki tansa dedi. Tansa degan gap ig'ir gap bu. Taglidan ala tarikil haj demek hajni qilmay tashlab qo'ygan kishining jinoyatini ig'ir his qildirdi. Va minha zikrul istighna. Fa innalloh g'ani dedi. G'ani degani bu qattiq Alloh taolaning g'azablanganligi, norozi bo'lganligini bildirdi. Xuddi biz mana birisini qattiq qabulsak, Allah buni mana aytib yo'q deymiz-ku. Bu xafa bo'lganligini bildirdi-ku. Shunga o'xshash. Va minha qawluhu anil alamin. Mana alamin degan so'zimi mushun qattiq ta'kidlanadi. Va in lam yaqul anhu. Ya'ni fa innalloh g'aniyun anhu deb deydi. Fa innalloh g'aniyun anil alamin. Kim tansa Alloh uningga muhtoj emas demay, butun dunyoga muhtoj emas dedi-ku. Davomlikin bu texmi qattiq. وما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان. Bu yerda g'aniyun anil alamin degan mush ibora nimaga dalolat qildi desa, bu bir xil xuddi Alloh taolo uningga muhtoj emasligini bir isbot keltirayotgandek deydi. Biror do'li pakt qo'ygandek. Ya'ni dunyo hech qanday jahondagi hech nimaga muhtoj emas degan. Shuning ichida sening imkoniyati bordir va hech qilmaganning ibodati, hech qilishimi shuning ichida degandir. لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة. Çünkü bütün dünyaya muhtaç olmasa, aşı bireylerinin hacı qilgan aşı işig'ini albatta şunun içinde muhtaç olmaydı. Şunu o'z ichiga oladi. La mahal degan shunda bo'lmay chari yo'q demak. ولأنه يدل على الاستغناء الكامل عن العالمين degani to'liq zodi eng mukammal boylikni deydi, muhtaç emaslikni bildirdi deydi. فكان أدل على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه. أدل مقطعي القرآن. Yok doğru. Edelmiş doğru. Müşahede anhu diyenin ornunda anil alemin dese biyadiki narazılık, gazapke bekrek dalalet kıldı dedi. Edel. Ekter dalaleten, akva dalaleten. Doğru şu. Demek müşahedin hemmesini bildirdi. Heyizden işini kat ta'kidlab qat chingitib, ya'ni shunda ibodatni tashlab qo'ysangiz bo'lmaydi demoqchi. Yana shu an-nas degandimi al-kuffar mukallafuna bi furush shariat degan dalil bor. Valillahi alan-nas hajjul bayt. An-nas inson bo'ldikan, mushuni gadinda haj qilish vojib deganni bildirdi. Nima? Bu yerda allazina amanu bu degan gap yo'q. Kafirda u haj qilish qabul bo'lmaydi, chunki iymon etmaganlik uchun. Lekin qiyomat kuni kafir bo'lganlikning bir jazo. Hech qilmadimi? Uning hech qilmagan bir jazo. Alloh taolo hech qilish kerak deb bir vaqtda hech qilmagan ekan, uning bir jazo. Namoz o'qimaganligi bir jazo. Jazoni yeganligi bir jazo. Cho'shgo'sh yeganligi bir jazo. Aroq ichganligi bir jazo. Miskinga aql bayonlik uchun bir jazo. Zakat olganlik bir jazo.
Demek cezalarında hükümlü xuddi Amerika'da birisiga jazo qilib 300 yil, 400 yil degandek endi bo'lib ketadi. 98-oyat Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah vallohu shahidun ala ma ta'malun. Ey ahli kitab, Allah'ın o'zini aniq oyatlarini nima uchun tanısizlar? Halbuki Alloh taolo sizlar qilayotgan narsaga guvoch bo'lib turgan tursa. Al-wawu lil hal. Vallohu shahidun. Munda holat tutsa nima uchun tanısizlar demoqchi. Val ma'na lima takfuruna bi ayatillah dallat ala sidqi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni buning ma'nosi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning rasulligiga da'vatga bunda mo'jizaga nima uchun tanısizlar? Annalloh shahidun ala amalikum fa yujazikum alayha. Halbuki Alloh taolo sizlarning amallaringizga guvoch bo'lib turguchi, shunga asosan jazo bergichi tursa, nima uchun bunda tanısizlar? Ya'ni ya ahlul kitob deganim shu iboratimda bir xil qattiq gap bor. Sizlarda o'qimagan, bilmagan, nadan odam bo'lsangmi bir gap. Ya ahli kitob o'qigan, o'qimishliq, angliq, ziyoli tursanglar, Allohning kitobi tushgan bir kitobni o'qib tursanglar, nima uchun tanısizlar degan. Demak, bu yerga istifhom hozir savol qo'yildi-ku. Bu savol ma'nosi nima? Kayish bo'lgan. Toptani qilish. Ya'ni bundan so'rash emas-ku. Nima uchun tanısizlar bunga deb sababini o'qib boqayda so'matdidan. Mundami qilamiz deb ayblashdan iborat. Demak, yuqorqi shu necha oyatlar hozir o'tib ketgan oyatning hammasi nima? Bunun maksat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin haq peygamber ekanligini isbotlash. Ondan Rasulullah'ning degan va akagan ahkamlarning, oyatlarning haq ekanligini isbotlab, bu Rasulullah rasul. Shuning ichida mana haj faoliyatim bor. Xudo tamoq yemak ichmakni Ibrohim alayhisalom uchun halol dedi-ku. U gapmi rasmini? Haj faoliyatim bor, qibla va kaza ishlarim bor bundan. Nima hammasi Rasulullohning rasulligini isbotladi. Ya'ni bunda ajib akazi yani Bani Isroil bilan bo'lgan munozara, ahli kitap qarta bo'lgan munozirda haq payg'ambar ma o nima uchun bu ergashmaysizlar demoqchilik. 99-oyat Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Ey kitap ahli, nima uchun sizlar Allohning yo'lidan to'sab qo'ysizlar? Sad degan to'sash. Man amana iman etganlarni an dini haqqin ulima annahu sabilullah allati umira bisulukiha va wal islam. Haq dindan to'sab qo'yib, bu haq dinning Alloh taolo mushu dinda, bular mushu dinga ergish buyurilgan haq yo'l ekanligi ma'lum bo'lib turug'liq. Ya'ni mushu islom dini haq din ekanligi ma'lum bo'lib turug'liq. Nima uchun islom dinidan to'sdilar? Ya'ni sabillarni islom deb tafsir qildi. Wa kanu yamna'una man arada ad-dukhul fihi bi jahdihim. Ular yani ahli kitaplar islom diniga kirmoqchi bo'lganlarni kuchab to'sab baqdi deydi. Butun kuchi bilan bijahdin. Va mahallu tabghunaha degan mushu ibarninki i'rob jihatdan mahalla ma'nisi tatlubuna laha kan. I'robi jihatdan nasbun alal hal fi mahall nasb hal kana. Ya ahli kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja. Sizlar ashuni egri bo'lishni xohlagan holatlar edi. Ishin joyida maqsad demay, to'g'ri yo'lda, haq yo'lda maqsad demay, egri bunda qilishni xohlaysizlar. Ya'ujajan va maylan anil qasd. To'g'ri yo'ldan, to'g'ri nishondan qarlab, egri bugri bo'lishni xohlaysizlar. Bi taghyirikum sifati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an wajhiha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki haqiqiy sifatini o'zgartirish orqali va nahvu zalik va shunga o'xshagan ishlar orqali va antum shuhada. Ya'ni sizlar taqa ashuning haq ekanligi guvoch bo'lib turug'liq ayna qilamizlar. Shuhada annaha sabilulloh allati la yusaddu anha. Ya'ni bu yo'ldan to'saq bo'lmaydi. Bu Allohning yo'li deb guvohlik bilib turib, e'tirof qilib turib to'samizlar. Buni faqat lam o'zi azg'an va boshqalarni azdirdigan kishilar to'sadi. Bo'lmasa normal odam uni to'smaydi deb ashunda haq yo'l ekanligini bilib turib, e'tirof qilib turib, guvohlik qilib turib, ashuni to'samizlar. Va mallahu g'afilun amma ta'malun. Alloh taolo sizlarning bu qilayotgan qilmishinglardan g'aflatda emas. Minasadda an sabilillah. Allohning yo'lidan to'sash va shunga o'xshash qilmishlaringlardan g'aflatda emas. Va huwa va'idun shadid. Bu va mallahu g'afilun amma ta'malun degan mushu oyatning bir qismi hozir nimani bildirdi? Huquq tahzib, qattiq tahdid. Buni uqolmay qoldigan yoki unga jazo bermay qoldigan shu xotirjam bo'ldi. Vallohu a'lamu bis-savob. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.